Assalomu alaykum. Men urolog shifokorman. Bugun sizlar bilan juda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan, lekin juda ham og'ir holatlardan biri, ya'ni o'tkir siydik tutilishi. Tasavvur qiling, siz siyolmayapsiz. Alloh taolo tomonidan insonlarga berilgan eng ajoyib ne'matlardan biri bu mustaqil va og'riqsiz va ravon peshob qilish. To'g'ri, ko'pchilik buni tan olmasligi mumkin. Peshob chiqarish jarayoni uyatli deb biladi, lekin bu haqida gapirish juda ham muhim. Sababi, juda ko'pchilik otaxonlarimiz, yoshi katta odamlarda ayniqsa bu holat kuzatiladi, ya'ni siydikni umuman chiqishi, to'xtab qolishi. Ya'ni qovoq to'la bo'lib turib, umuman siydik chiqara olmaslik. Bugun shu haqda sizlar bilan to'liqligicha gaplashamiz. O'tkir siydik tutilishi holatda qanday klinik belgilari bo'ladi? Albatta, asosiy birinchi belgisi bu qovoq to'la bo'lib turib, siz peshob chiqara olmaysiz. Tasavvur qiling, juda ham qo'rqinchli. Ikkinchisi bu qovoq sohasida og'riqlar bo'ladi. Albatta, qovoq to'lgandan keyin mushak massasi taranglashishi albatta og'riq berishga sababchi bo'ladi. Ba'zi odamlarda uzoq muddat peshobni mustaqil chiqara olmagandan keyin hattoki ko'ngil aynishi, sovuq ter bosishi holatlari kuzatilishi mumkin. Keling endi sizlar bilan mana shu o'tkir siydik tutilishiga sabab bo'ladigan omillarni ko'rib chiqamiz. Erkaklarda bo'lishi mumkin bo'lgan omillarni sanab o'taman. Bu prostata bezidagi kasalliklar, ya'ni prostata bezini o'tkir yallig'lanishi bo'lishi mumkin. Ko'pincha o'tkir prostatit bo'lgan holatlarda peshob umuman chiqa olmay qoladi. Surunkali prostatitlarda bu holat deyarli kuzatilmaydi. Prostata bezidagi xavfli va xavfsiz o'sma kasalliklari. Xavfsiz holatini biz adenoma deymiz. Xavfli holati demak rak, prostata bezi rakida bemorlarda o'tkir siydik tutilishiga olib keladi. Erkaklarda ham, ayollarda ham demak uchraydigan omillardan biri bu peshob tosh kasalligi, ya'ni siydik yo'llarida toshlarning paydo bo'lib, qovoqda paydo bo'lib, u siydik yo'liga tiqilib qoladi hamda peshob chiqishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu ayollarda ham uchrashi mumkin, erkaklarda ham uchrashi mumkin. Yana bir omil bor, bular bosh miya bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Ko'pchiligimiz eshitganmisiz, insult degan kasallik bor. Insult kasalligining har xil formalari bo'ladi, gemorragik yoki ishemik insultlar. Ma'lum bir bosh miyaning qaysidir qismi falajlanishi oqibatida, demak, ma'lum bir mushaklarda, demak, harakat to'xtashiga, sezgi to'xtashiga olib keladi. Xuddi shu tarzda bosh miyadagi peshob chiqarish uchun, ya'ni siyish uchun javobgar bo'lgan markazda ham, demak, agar qon quyilishi yoki nerv o'tkazuvchanligi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar yuz bergan paytda bu narsa ham siydik tutilishiga olib keladi. Ko'pincha reanimatsiyada yotgan, og'ir yotgan bemorlarda o'sha bosh miyani narkoz berilgan paytda, masalan aytaylik, yoki og'ir insult holatlari bo'lgan paytida bemorlarga demak doimiy peshob chiqib turishi uchun siydik yo'liga maxsus kateterlar, ya'ni naychalar qo'yiladi. Ham ayollarga, ham erkaklarga. Yana bitta qiziq demak holatlar bor. Demak, bu holatlar kundalik tarzimizda ko'pchiligimiz iste'mol qiladigan dorilar bor. Shu dorilar tufayli ham o'tkir peshob tutilishiga olib kelishi mumkin. Tasavvur qiling, sizda allergiya bo'ldi. Allergiya dorisini siz yetarli miqdordan, masalan, yetarlicha bo'lgan dozadan ko'p iste'mol qilib qo'ysangiz, hattoki shu holatda ham siydik tutilishiga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar juda kamdan kam uchraydi, lekin amaliyotda bor. Yana bir preparatlarimiz bor. Hozirgi kunda juda ko'pchilik odamlarda asabiy holat, muammolar, charchagan, ko'pchilik muammolardan qutulish uchun albatta demak bosh miyani tinchlantiruvchi dori vositalar bor. Biz bularni antidepressant deymiz. Aynan antidepressant preparatlarni qabul qilish natijasida ham, ya'ni ko'p qabul qilish natijasida ham siydik tutilishiga olib kelishi mumkin. Shunday holatlar ham tibbiyotda demak uchrab turadi. Yana bir muhim sabablari bor. Bu ayniqsa erkaklarda bo'ladi. Ya'ni siydik yo'llaridagi torayish. Bizning tilimizda stritura deyiladi. Siydik yo'llarining torayishi. Bu ko'pincha masalan uzoq vaqt oldin olingan jarohat, ya'ni travma natijasida siydik yo'lidagi demak shilliq pardalar bo'ladi. Shilliq pardalar zararlanish natijasida o'sha joyda chandiq to'qima o'sib rivojlanib, asta-sekin siydik yo'lini to'liq torayishga olib keladi. Bemor masalan uzoq vaqt davomida peshob chiqishda peshob oqimining sustunligini o'zi his qilib boradi, masalan, kamayotganini his qilib boradi. Ko'pchiligimiz bilamiz bu narsaga ahamiyat qaratmaydi yoki e'tibor bermaydi.
layoqatsizlik qilish natijasida borib masalan qaysidir masalan kuni masalan bir bazm bo'ldi, ko'proq suv ichgan paytida qovoq o'ti to'lib ketgan holatda o'sha toraygan kanal hisobiga peshobni umuman chiqmasligi sodir bo'lishi mumkin. Xo'sh, o'tkir siy tutilishi holatida demak davolanmasa qanday oqibatlarga olib keladi? Shuni albatta demak har bittamiz bilishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'lganki, bemorga zudlik bilan yordam talab qiladigan holat hisoblanadi. Ruschasiga ekstreniy situatsiya deyiladi. Ya'ni bunaqa holatda bemorlarni darhol demak tez tibbiy yordam bilan shifoxonalarga olib borib, demak siydik yo'llariga maxsus naychalar qo'yiladi. O'tkir siydik tutilish holati bo'lganda davolanmasa qanday oqibatlarga olib keladi? Tasavvur qiling, qovoq to'la holatda davolanmasa, uni o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, hattoki qovoq yorilishiga olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lgan. Agar masalan avtoavariyalar ko'pincha bo'lganda, avtoavariyalarda agar avtoavariya ichidagi o'sha mashina ichida ketayotgan insonlarni qaysidir odamni qovog'i to'la bo'lsa, o'sha avtoavariya natijasida mashina urilgan payti qovog'i to'la bo'lgan bemorlarning qovog'i avtoavariyadagi zarb natijasida qovog'i yorilib ketadi. Qovog'i bo'sh bo'lgan bemorlarda bu holat kuzatilmaydi. Demak, o'sha zarb to'lqini natijasida qovoq yorilishi mumkin. O'zi peshob chiqara olmay qiynab turgan odamga yordam berish kerak bo'lgan vaziyat, demak, bularni birinchi o'rinda skoriy orqali yoki masalan o'sha joyga xonaga yoki klinikaga yoki bemorni uyiga shifokor chaqirib, siydik yo'liga maxsus naychalar, kattarlar qo'yiladi. Masalan, sabablar ichida aytdik, siydik yo'l to'rayishi bo'lishi mumkin. Siydik yo'l to'rayish bo'lgan holatda kattar naycha qo'ya olmaysiz. Bunday holatda kattar naycha qo'ya olmagandan keyin, demak, shifokor o'zingiz harakat qilib ko'rmaslingizki, ba'zi bemorlar juda aqlli bo'ladi, o'zi kattar qo'yishadi. O'zini samokatrizatsiya qilishadi. Bunday holatlarda обязательно shu shifokorga borib, urologga borib, demak, qovoq ostidan maxsus naycha qo'yiladi. Buni sissastoma deyiladi. O'sha naycha qo'yilgandan keyin siydik chiqishiga to'sqinlik qiladigan, demak, nima faktor bor? Aytganimizdek, adenomami, siydik yo'li torayishimi yoki toshmi, boshqa hamma sabablar o'rganiladi. To'liqligicha daskanal tekshiruvlar olib borilgandan keyin, o'sha sabab bartaraf qilingandan keyin bemorda mustaqil siyish jarayoni tiklanishi mumkin. Peshob chiqarish jarayonida qiyinchilik bo'lyaptimi? Hech qachon uyalmang. Ko'pincha bu narsani biz uyatga olamiz, ayniqsa ayollarda. Yana bir sababini ichida aytmoqchiman. Ayollarda pastki tos a'zolarni pastga tushish holati bo'ladi. Ko'pchilik qari ayollarimizda bo'ladi. Onaxonlarimiz bu narsani uyalib aytishmaydi. Bachadon va demak bachadon yo'llarini pastga tushish natijasida bu siydik yo'lni bosib qo'yadi va shu holatda ham o'tkir peshob tutilishiga olib kelishi mumkin. Etaklardagi sabablarni aytdik. Agar sizda shunday holat bo'layotgan bo'lsa, peshob chiqarishga qiynalyapsizmi? Bilingki, qachondir o'tkir siydik tutilishiga olib kelishi mumkin. Buni o'z vaqtida kechiktirmasdan shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Hozir sizlarga yana bitta klinik holat ko'rsatmoqchiman. Bemorimiz 65 yoshli erkak kishi prostata bezi adenomasi tufayli, demak, bularda o'tkir siydik tutilish emas, surunkali ravishda peshob tutilishi ro'y beryapti. Nima uchun? Chunki prostata bezi juda kattalashib ketgan, qovoqlarni demak o'lchamlari juda ham kattalashib ketgan. Qovoqlarning o'lchamlari hozir 1 litr. Tasavvur qiling, normada insonda qovoqning miqdori me'yoriy, demak suv yig'ishi mumkin bo'lgan, peshob yig'ishi mumkin bo'lgan miqdori o'rtacha 300 ml dan 400 ml gacha. Maksimum 450-500 gacha yig'ishi mumkin ekstremal holatlarda. Lekin ko'p vaqt davomida peshobda suvni ushlab turish, ya'ni siydik ushlab turish ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Ayniqsa infeksiyaning yig'ilishiga, infeksiyaning ko'payishiga. Masalan, kimdadir ofisni ishlar bo'ladi, qovoq to'lib qoladi, majlislar bo'ladi. Shu holatda masalan chidab turishga, doimiy ravishda chidab turishga majbur bo'ladi. Shunaqa holatlar ertaga, kelajakda siydik yo'llaridagi infeksiyaga olib kelishi mumkin. Bu infeksiyalarni davolash ayniqsa qiyinchilik tug'diradi. Sababi u yerda tug'ilgan infeksiyani davolash biroz mushkulroq bo'ladi. Hozirgi holatdagi bemorimizda ham, demak, o'tkir siydik tutilish holatlari bir necha bor bo'lgan, bemorga katter qo'yilgan, siydik chiqarilgan, hozir qovoqlar kengayib ketgan. Bemorga hozir dastlab birinchi o'rinda kindik ostidan maxsus naycha, sissastoma deyiladi, naychani qo'yamiz. Shu jarayonni sizlarga ko'rsatamiz. Naycha qo'yilgandan keyin bemorimizni 1 oy davomida qovoq tiklanish holati o'zi
mustaqil siymagandan keyin naychadan avtomatik peshob chiqib turgandan keyin qovoq asta sekin o'z faoliyatini tiklaydi va o'z faoliyatini tiklagandan keyin biz o'sha siyishga to'sqinlik qilayotgan adenomani maxsus lazer usulida siydik yo'ldan kirib bartaraf qilamiz va bemorimizda mustaqil siyish jarayonini tiklashga inshaalloh yordam beramiz. Jarayonni kuzatib boring, juda ham qiziq. Agar sizda va yaqinlaringizda siyish bilan bog'liq bo'lgan muammolar, peshob chiqarishda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, hech qachon uyalmasdan to'g'ridan to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz yoki direct orqali kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozsangizlar juda ham xursand bo'lamiz. Bizni chiqayotgan videolarimizni siz uchun albatta foydali bo'ladi. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lgan holatda like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bemorimizga hozir sistostoma qo'yish jarayonini boshladik. Mana shunaqa naborlardan foydalanamiz. Bular ko'p martalik naborlar. Endi mana bu hozir o'ziga qaratsangiz, yaqinroq olib kelsangiz videoni, yaqinroq olib keling. Mana qovoq devorlarni ko'rsating mana. Qarang. Normalda tekis bo'lishi kerak, mana g'adir-budir bo'lib ketgan. Sababi bemor doimiy ravishda peshob qilishda qiynalib, zo'riqib siyish natijasida qovoq devorlari trabekulyar holatga kelib qolgan. Hozirgi vaqtda o'zida ham mana 750 grammdan 770 gramm peshob qovoqda bor, lekin bemorda hech qanaqa siyishga xohish yo'q, istak yo'q. Demak, qovoq ishdan chiqib qolgan belgisi bo'ladi. Hozir bemorga maycha qo'yamiz. Tak. Mana shu yerdan hozir teri ostiga ozgina namakain jo'natib olamiz birinchi. Mana hozir namakainda yo'naltirgan payti bitta особенности bor mana. Adenomani ko'rib turibsizmi buni? O'zingiz yaqinroq qilsangiz kameradan ko'rsatsangiz mana. Qarang. Adenomatoz tugun chiqib turibdi. Lekin mushagi o'ziga qilib bo'lmaydi ukolni. Mana mushak ostigacha bordi, ko'rdingizmi? Tak. Mana o'zingizda ko'rsatmoqchi edim mana. Prostata bezdan o'sib chiqqan tugun. Siydik yo'lni to'sib qo'ygan. Mana qovoq devorlar tarbiya turibdi. Hozir demak ketma-ket qovoqqa naycha qo'yish jarayonida bujlab qo'yamiz. Chunki bujlab nay qo'yish eng xavfsiz hisoblanadi. Ikki xil usuli bor. Bittasi tarakar usuli bor. Bittada shuni teshib qo'yish mumkin bor. Bujlab qo'yiladi. Bujlab qo'yilgan yaxshi tomoni bu xavfsizroq bo'ladi bu. Mana bemorga hozir demak sistostoma qo'yilgandan keyin mana qarasak, bu yerda примерно 800 ml peshob chiqdi. Shunaqa o'tkir siydik turish holatlarida asosiy eng to'g'ri taktika birinchi o'rinda qovoqqa naycha qo'yish kerak. Keyin siydik tutilishiga sababchi bo'lgan faktorlarni, masalan, adenomasi bormi, siydik yo'li torayishimi, ayollarda masalan yoki bachadan pastga tushish hisobiga bo'lganmi yoki masalan aylaylik onkologik holatdan bo'ldimi, o'sma o'sishi natijasida bo'ldimi, tosh tiqilib qoldimi, ularni keyin bartaraf qilsa bo'ladi. Chunki 1 litr bo'lib ketgan qovoq tiklanish uchun ma'lum bir vaqt kerak. Masalan 3 oyda, kimdadir 1 oyda, kimdadir masalan 20 kunda qovoq asta-sekin tiklangandan keyin keyingi ikkinchi etap amaliyotlarga o'tsa bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek hozir amaliyotni yakunlab oldik. Bemorimizga demak mustaqil siyishni tiklanish maqsadida demak naycha qo'yib qo'ydik. Hozir naycha davomida ko'pchilik savol berishi mumkin. Masalan, naycha qo'yilgandan keyin qancha vaqtdan keyin bu olib tashlanadi, butun umr qolib ketadimi, yo'qmi? Shu bo'yicha ham qisqacha 2 og'iz gapirib o'tmoqchiman. Ba'zi bir bemorlar bo'ladi, masalan, boya aytganimdek, insult o'tkazgan bemorlarda bosh miya bilan bog'liq o'tkir qonlanish buzilishidan keyin holatlarda bemorlar afsuski butun umr davomida shu qovoqqa qo'yilgan naycha bilan, ya'ni sistostoma bilan yashashga majbur bo'ladi. Bularni 1 oyda bir marta almashtirib yengillab turiladi. Yengillash jarayoni ambulator holatda bo'ladi. Hech qanaqa uni hozirgidek og'riqsizlantirish yoki qo'shimcha masalan anesteziya usullari talab qilmaydi. Demak, qovoqda o'sha qorin sohasida pastki qismida demak oqma yoki svish paydo bo'lgandan keyin o'sha teshik orqali demak qovoqqa naychani doimiy ravishda demak davriy ravishda almashtirib turish talab qilinadi. Keyin yana bitta shu muhim jihati shundaki, men hozirgi holatda bemorimizda demak qovoqqa qo'yilgan naycha doimiy bo'lmaydi. Hozir mana ko'rdingiz 800 ml ga yaqin qovoqda siydik yig'ilgan ekan. Shu normal holat emas. Mana hammamizda o'rtacha normal sog'lom odamda 400 ml 450 mlgacha maksimum yig'ishi mumkin. O'rtacha 400 ml atrofida anaqa insonlarda, ayollarda, erkaklarda demak siyishga xohish bo'ladi, ya'ni qattiq qistov bo'ladi. Demak qovoq 2 marta kattalashib ketgan. Demak bundan kattaroq suv yig'ishlari mumkin. Shuning uchun qovoq o'z faoliyatini yo'qotib qo'yganligi uchun mana o'zingizda ham ko'rdingizlar, qovoq devorlari trabekulyar, ya'ni
g'adir budur bo'lib ketgan holatga kelgan. Shu holatda bemorga biz demak naycha qo'yilgandan keyin masalan o'rtacha 1 oy ichida 20 kun yoki 1 oy ichida qovoq demak o'zi qisqarib peshob chiqarmagandan keyin naychadan avtomatik peshob chiqib turgandan keyin demak qovoq tiklanadi, o'z holatiga qaytadi. O'z holatiga qaytib tiklangandan keyin biz o'sha siydik yo'liga to'sqinlik bo'lib turgan adenomani sizlarga o'zi yuqorida ko'rsatdim. Demak qovoq ichiga o'sib kirgan xuddi tugundek bo'lib turgan hosila o'sha siydik yo'lini to'sib qo'ygan. Shu hosilani biz lazer usulida olib tashlab bemorimizni yaxshi bo'lgandan keyin albatta yaxshi bo'lgan videolarni ham sizlar bilan ulashib qo'yamiz. Yana bitta tomon aytmoqchiman bemorlarga, shunaqa naycha qo'yilgan ko'pchilik bemorlar so'rashadi, naychadan ozod bo'lish usullari haqida. Har qanaqa holatda ham yordam berish mumkin. Agar sizda, yaqinlaringizda siydik yo'lga naycha qo'yilgan, mustaqil siyishini yo'qotib qo'ygan bemorlar bo'lsa, albatta aloqaga chiqsangizlar, sizlarga har qanaqa murakkab holatda ham demak o'zimni tavsiyalarimni berib, yordam berishga harakat qilib ko'raman. Sog' va salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.